Oting tengi ne sansiriysan? Sen Hamid, nima qilyapsan? Teshigin sanib olsan buni? Mana. Biz mana qoralarimiz tayyor bo'ldi. Mangal desa ham bo'ladi. Gap mangalda emas u. Mana kassiy stollarimiz tayyor bo'ldi. Mana shunaqa stollar nержавейка, bir yog'i chuqur, standartniy zakazimiz mana. Ko'rinishlari mana shunaqa xohlagan razmerda qilib beraveramiz. Ana yonlarida. Bu nima? Qayerga tiqasan buni? Kompyuterga. Ha, tiqsan kassiy stol bu. Nimasi bu? Pul soladigan kassiy apparatlari bor yonda. Mana bitta qilsa. Mana mashina ichida mana metrdan qoldirib-rasanlar-da. Keyin metr ber, svirlo ber mana. Bilamasizlar, hammasi shuning ichida yotibdi. Kimlar qo'yib qo'yaverar ekansizlar? Mana shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Mana shunaqa apparatlar bilan birga qilib beraveramiz. Yoniga mana bunaqa mangallar ham yasab tashaveramiz. Murojaat qilaverasizlar. Stop, to'xtanglar. Negativ filaga bu. Mana bu Hamid boy. Bu meni ukam, mendan kichkina bola. Hamid sen bunaqa o'zingdan katta odamni tashamanglar, bilib bilmasdan. Aytib qo'y Hamid, gapirsangchi. Odam yozib tashyapti. Oting tengi ne sansiriysan? Bu odam tengi emas, Qan qatorroq ko'k ketganmiz biz, Har xil narsa gapiravermanglar o'zingizlarcha. Bilinglar-da, keyin yozinglar. Iltimos sizlardan. Hammaga tegishli emas u. Gap egasini topadi.